Nari tur. Ay! Birinchi. Yo'qol. Nima bo'ldi o'g'lim? Ariqdan sug'olayotganimda bir kishi kelib orqamdan itaverdi. Keyin ko'zam tushib ketdi. Ko'za sindirgan odamga bir og'iz gapirmadingizmi? Yo'q. Boring u yerga. Otliqqa bir narsa deng. Keyin tez qaytib keling. Ha, bo'ladi, ustoz. Amaki. Ustoz, borsam ana odam o'layotgan ekan. O'zini otdimi tepkisidan o'libdi. Ha, o'g'lim, ha. Bir ko'za uchun bir odamni o'ldirdingiz, ha? Ha, esiz. Ustoz, gaplaringizga tushunmayapman. Bir og'iz so'z, bir yomon gap aytganingizda balki shu hodisa ro'y bermasmidi? Bir zolim bir kishini xafa qilsa, yig'latsa-yu mazlum u zolimga qarshi hech narsa qilolmasa, mazlumning ko'ngli ozor topgani uchun Haq taolo zolimdan uni haqqini oladi. Mana siz ham ko'za singach, bu otliqqa nima qilib qo'yding deganingizda edi. Otni tepkisidan omon qolgan bo'larmi?